Aka, men sizni Bizga hurmat ba'zi qilaman. hurmat Addushi. qilgan. Addushi aka, hurmatdasiz. Aka ukamiz bugundan boshlab. Hop, mana aka biz bugundan boshlab Lyubboyga javob aka. Portlatib yuboramiz ikkitalashib. Ukam, bosing bitta battle o'ynaysiz bilan fanatizmasiz videolaringizni ko'rib yig'lab chiqaman ketayapti. Uyaltirmayman odamni unaqa endi. Akam mo'yiydi. Bosinglar og'alar. PUBG'ning kuchini ko'ryapsizlarmi? O'tamanda PUBG rol chiqyapti. Yashasin PUBG'chilar. Mana PUBG. Ana. Yashashim pas. Og'a, menga bitta PUBG'ni o'rgating, og'a. Men bitta Bo'ldi. qarang. Bemalol sizga PUBG'da nomerading bo'lishni o'rgataman xudo xolasa. 15,000 dollarga kompyuter dedim, og'a. Bu kompyuterga necha baho berasiz? Qarang. Akajon, meni kompyuterim, men shunaqa kompyuterda ko'p ish qilaman. Kompyuterim 5000 dollarlik. Sizniki Hammasi mashhur. 50 kilo versa aka buni. Qarang. Kompyuter emas, mashina yig'dirib yuboribsiz-ku bitta. Qarang aka. Men PUBG skacha tiqildim aka. Ha. Kompyutergami? Ha, kompyuterning versiyasi. Kakras xudoni o'zi yetkazdi, siz ham mana o'zi. Mana aka. TikTokda borga hammani yomon ko'rsam, bitta sizni hurmat qilaman. Men bunaqa bilmayman lekin. Trollit qilsa kelibdi deb o'yladim. Nima deysiz? Men yana trollit qilsa kelibdim birontasi deb o'yladim. Yo'q. Ko'p trollit qildimmi? Men oldin ham siz bilan qo'shilaman dedim, qo'shila olmadim. Mana bugun qo'shildim men sizga endi. Ozman. Afterburnerlarni yo'qaydimi? Datchiklar hammasi bilasizki bu narsalar o'zim. Ha. Hamma narsangiz bor ekanda sizda. O'yinlarni tindirmay bosasiz. Men bu kompyuter bilan jodu bilan bog'lanaman. Mana GTA o'ynayapsiz? Yo, GTA'ni o'zinimi? GTA o'zi og'a, Steam'da mana Pubble. GTA'ni o'zini bitta skejat, GTA RP skejat qiling, birga o'ynaymiz, bitta server ochib. Ana Hamma o'z bilan. Qanday qilib lozim? PUBG'dan chiqaymi? PUBG kerak emasmi naxoy? Yo, PUBG вообще kerak emas hozir. GTA ham olsam PUBG atmayman. GTA narsalarni skejat qilish kerak-da, men so'rab beray, menga bitta bola qilib berganda, ana shunda so'raymanda sizga aytaman. Bitta server ochamiz, hamma o'z bilan yuguradi. Bu PUBG yangi versiyasi ko'rgan bo'lsiz. Men telefonda o'ynayman-ku, kompyuterdagi uncha tushunmayman lekin. Kompyuterda grafika, qanaqa yibanutli grafika. Grafon вообще мощный ekan, kamida. Kompyuteringiz hamma o'yinni ko'tarsa kerak-a? Chiqmagan o'yinlar ham ko'taradi hali. O'zingiz o'yin sazohat ko'ryapsizmi kompyuterda? O, bile bu qilsa bo'ladi. Men shuni ustida ishlayapman kam-kam. O. Bitta o'yin yaratib olsangiz o'ynaymiz keyin. Chingiz akani o'ynadi. Zayto'g'o! O. Nimaga baqiraysiz? Sizga danat qilib yuborishdi. Rahmat. Men uxlab qolganimda she'r keladi, hali sharsa emas bu. Rahmat o'g'ajon. Mana ko'ryapsizmi, grafikani ko'ryapsizmi? Normalmi yo'q grafikachi? Bir o'zingizni ko'rsating, biz siz bilan bir dildan suhbat qilaylik, aka. Kristal tog'o. Men bilan GTA o'ynamoq, og'a, GTA o'ynaylik. Men PUBG'dan chiqaman. O'zingiz qandaysiz endi? Chingiz aka? Chiqdim PUBG'dan. Ay Kristal og'a, assalomu alaykum og'ajonim. Bugun bitta she'r olaylik, tog'alar. Bugun iltimos, bugun bayram, mana tug'ilgan kunim. Bugun tug'ilgan kuningizmi? Ha. Og'ajon, men siz bilan ko'rishdim. 2,5 ming odam shunday o'tib, agar podarkalaring bo'lsa, Chingiz akaga tashlaylar. Menga kerak emas podarka. Chingiz akaga tashlaylar. Og'alarim, bir dona she'r agar unaqa bo'lmasa, tug'ilgan kunim edi. Menga buncha nima turlar tashlaysizlar, borib Chingiz akaga tashlaylar. Pashalt, menga kerak emas, savob o'g'il, podarka mana. Hurmatingiz uchun rahmat Aslanboy. Yashasin PUBG'chilar. PUBG sila. PUBG'chilar yomonmi? PUBG'chilar zo'r. Zo'r bo'ladi. Zo'r bo'ladi PUBG'chilar. Men hurmat qilaman men. Akalarim, ukalar, hammasi shu yerda, opalar, hammasi shu yerdaki PUBG'daki. Hamma eng oldi bolalar PUBG'da hozir. 40 ming dollar, TikTokda o'tsa bilasizmi aka?
PUBG'dagi donatorlar TikTokka o'tsa bilasizmi aka? Oho. O, sizni portlatib Mana bunaqa aka donatorlar qo'tog'i mana bunaqasi oladilar. TikTokdagi donatorlar hech narsa bo'lmaydi-da. Yo'q, bularni men profil joyim. Tuk вообще bu daxoy odam qo'yib ketadi-da endi. Aka mana men sizga aytaman, qarang mana. TikTok bo'lsa hozir agar PUBG'dagi donatorlar shunday TikTok keladi-ku aka. Ana shunday qiladi. Yo. PUBG'dagi donatorlar. Bular unaqa demang, ota bilaman, dadalarim bilaman. Bilaman, dadalarimni so'kmang. Yo, dadalaringiz emas. Просто aytyapman, donat taraflama deyapman. Voy, men protiv hech narsa yemaydi qilmayman bularga. Bular, men dadalarimki bular, ayalarim, opalarim, ukalarim, singillarimki bular. Jonjiyanlarim bilaman, o'g'ajon. O'zingiz yaxshimisiz? Zo'r. Shu bir xumorni tutib turadi, shu kirib TikTokerlar bilan gaplashaman deb. Ha, bugun ham xumorni tutib qoldi nimagadir, bilmayman. Har kun o'ynaylik agar vaqtingiz bo'lsa. Har kunni bilmadim. Hozir men TikTokda primo yoqsam, ham puling tugadimi deb boshlaydi keyin menga. Bilmayman bular. Buni kayfi bor-da. Prosta kayfi bor. Pul uchun o'tirganmiz emas biza. Meni ham o'zim villalarim bor, moshin zavodlarim bor. Hozir daxoy unaqalarim, restoranlarim bor. Hozir 4 ta 5 ta unaqa quryapman. Otel quryapman. Mayda shunday bizneschalarim bor, через okean konteynerda sportkarlar bilan biznes qilyapman. O'zim prosta pulim daxoya o'g'lar zerikkandan kulbachida kelib yashayman. Ertalab turib chiqaman. Boy o'g'itsa, mana PUBG'ni ham o'zim yaratganman, mana o'tiribman hozir zerikib qolgan. Zerikkan odam qiziq bo'lmay hamma narsaga oson erishasizlar-ku, qiziq bo'lmay qoladi. Men daxoya bu ishlarim ko'p. Sportkarlar biznes qilaman mana. Maybig'i o'sha firmasini olganman, Mers, o'sha polnimanki bugun. Вообще Ilon soxta Musk bilan yaqinda bitim tuzamiz. Ilon Musk bilan bitim tuzamiz, короче, Amerikani sotib olyapmiz, короче, polni rost. Sizlar bilan Mers kollaboratsiya qilib, Ha. Bu nima buncha lauz deb yozyapti bular? Nima degani u lauz chingiz aka? Bular o'zini tirikchiligi, labz bir-birlari bilan patliska o'ylab yurdi. Bir-biriga patliska tashlaydi shunday. Tirikchiligi bilan bular shunday tirikchilik qiladi. Mayli, yuraysan. Mana bir kompyuterimga ekskursiya qilaymi? Qani kameradan burardi bu kamerani. Oqajonim, mana $15,000 tiqib yuborganman ota. Kompyuterda anoni qayerdan burardi ekranni? Chingiz aka? 3 ta tochka ham bosasiz. 3 ta tochka bor tepada, 3 ta tochka. Ha, bosdim. 3 tochka tam. Ha, mana bo'ldi, topdim. Burildimi kameram? Ha. Mana bizning kompyuter. Endi buni normalmi? Firmasi bir xil ekan o'g'a bizakkini. 4090 mi? Sizga mas'ulmi? Asus o'g'a, Asus ROG. Hamma narsa. Endi bularga e'tibor bermay, shularga qarab direct qilaman. Malades. Mana bu PUBG'ning nonida bu o'g'lar. Shunday. Bular shuni arkasidan mana mikrofon, web kamera, OBS'lar. Mana shunday kiramiz bo'ldi. Mana shu OBS bo'ldi. Shu portlatib beradi har taraflama. Malades. Mani ham shu g'ala o'rgatgan ota OBS'larni tushuntiring meni ham. YouTube'ga o'tasizmi bir? Nima deysiz? YouTube kanali ochaymi? Zo'r bo'ladi lekin YouTube kanali ochib PUBG'ni bossangiz. Ha, biz podдержка qilamiz sizni. Moshina bo'ladi lekin, bo'ldi ota. Biz har doim podдержка edamiz. Bo'ldi. OBS bu hammasini chot chiqsak. Agar anov bo'lsa, men sizga yozib yuboraman TikTokda. Bir gaplashib, video soобщениеda, video vizitda qilib tashlaymiz hammasini. Men o'zim chotka qilib beraman sizga. Men sizga Telegramni tashlab qo'yaman, gaplashib. Bo'ldi, men ikir-chikirlarni o'rgatasiz mana. Bemalol aka. Aka, mana qarang, men shu kompyuterda o'ynasa bo'ladimi PUBG'ni? Konkretli telefon yonib ketadi-da, men iPhone 13 Pro Max ishlataman-da. Ha, bo'laradi bemalol. Olasiz kompyuterdan, olasiz telefondan. Biz o'ynayotgan PUBG'ni kompyuteringizda o'ynaysiz ham bo'ladi bemalol. Kompyuter boshqacha-da. Shunday. Endi siz kompyuterga o'rgangansiz, biz kompyuterda emas, telefonda o'ynaymiz, kompyuterda o'ynayolmaymiz. Lekin siz kompyuterdan turib, men telefondan turib birga o'ynasak ham bo'laradi bemalol. Kompyuterda mana osonroq sizni o'ldirishim, bilasizmi? Chunki bida boshqacharoqda.
Nerede grafik? Oson bir de. Shunday qilib endi Yillik mobil bo'lib streamni boshlaysiz YouTube'ga o'tib. nasib bo'lsa bitta YouTube ochaman. O'lay tog'ama. 5x qo'yli. Oching, bosish kerak. Bitta she'r ketdi. Mana shu she'r nechi pul bittasi? Men tushunmayman bunday narsalarga. Arzon $200 turadi. Iye, $300 shunday. Hech narsa pul emas u. $100 arzonmi? Ha, endi siz uchun lekin haqiqatdan arzon. Endi sizda villalaringiz bor. Karabinlarda tachkalarni, sportkarlarni yo'llarga jo'natasiz. PUBG'larda bunaqa nazari past bo'ladi deb o'ylamagan edim. $300 arzonmi dedi. Unchalik boymas ekan. Biz unaqa boymasmiz. Siz o'ylagan darajada. $300 u pulmas-ki ota, $300. Siz uchun. Odamlar ertayu kech ishlaydi $300 uchun. Uni o'zini aybi ular. O'zini aybi. To'ppa-to'g'ri. Hech kim ayblagani emasmi? Masalan, men 4 ta 5 ta villalarim bor, Amerikada villalarim bor. Niderlandiyada 4 ta 5 ta restoranlarim bor. Pulni qilasiz shunday. Meksikada avtobazlarim bor, Rossiyada ham avtobazlarim bor. Hatta Yevropada ana u McLaren, Ferrari, Porsche shular sponsormanda, shular ham chiqqan dohoddan 30% mana beradi. Hammasi nechta mana shu Mercedes, Ford, Volvo, Super Pimonianyu, yana nima, Gavril, hammasi chiqqan foydadan mana 30% ni beradi aka. U prosta simichka pulida, choy puli uchun 30% kissamga tiqib qo'yaverishadi. Choy pulida. Ha. Qahvalar bor. Qachon endi sizda mana bunaqa podpishkalar bo'ladi? O'g'a? Qana podpishik. Ha, mana qarang. 545 mingta. Xo'ynaki bu. Qanday xo'yna bo'ladi? YouTube'da yig'ish qiyin. Men uchun bu narsa qonun ishlamidi, ota. Men uchun bu zakonlar ishlamidi. Men YouTube'danmi, Instagram'dan bir kirsam agar hamma yopishadi, ota. Shunday. Instagram sizniki. Yaqinda bitta YouTube ochish niyatim bor, o'g'il. YouTube ochaman. Bo'ldi, ochavering bemalol. Xalqdan so'raylik qani, o'g'il. YouTube ochaymi, YouTube. YouTube ochsangiz men o'zim poddesh ketaman. Ukam meni Aslanboy jigarim poddesh ketaman dedilar. Yo'llari omon bo'lsin, poddeshga Xudo o'zi qo'llasin. Bu yaxshi bola ekanman, o'g'lim. PUBG'ni o'rgataman debdilar. PUBG'da ustozim bo'ladi nasib. Buni o'rgataman olasiz. Endi prosta men TikTokka kirib hamma bilan so'kishganim yo'qmaydi, to'g'risi, boshqa TikTokerlar. Endi siz bilmayman, ochiq bo'lgansiz. Yomon bola emassiz. Siz muomalasiga qarab javob berasiz-da. Qarasiz, ko'rasiz, agar visokamerni qilib bo'lyaptimi? Siz shuna qarab javob berasiz. Lekin yaxshi insonsiz. Buni tushungan tushunadi, ota. To'g'ri. Kallasi ishlagan odam bittada tushunib oladi-da, to'g'rimi? Ha, tushungan odam biladi. O'zi bu muomalasidan qarab javob beraverish kerak. Odam o'zi qaradimi? Hurmat bilan javob beryaptimi? Hurmat qilish kerak. O'g'larim. Sochim qanday bo'pti? Kalga oldirib Ana bu ishni top soch omillari, ota, soch omillari. Nizakaki деньги никогда. Endi mana o'stiraman. Bunday orqalarimga tushirib, iplar qilib o'rab olaman sochlarimni. Ha, soch o'stirish kerak. Bunday. Soqolchisi, mana qarang, soqolni tez chiqarish yo'lini o'rgataymiz sizga. Buni bunday qilish kerak deysiz-chi? Qo'raman aytdim menga mana shu narsani. Bir qilib ko'rmoqchiman lekin shuni ham. O'zingizga u ko'p kulgiliga oladi-da. O'zinki o'ziga halol, o'g'il. O'ziniki o'ziga halol hammaniki. Ha. Qorong'i chiqsa chiqib po'xta ham yuboraverish kerak. Ya, это слишком уже, это слишком. U ham boradi.
Это слишком уже. Pastdan chiqayotgan belokda proteinda to'g'rimi nima dedingiz? Иди нахуй. Oy, ota bunaqa. To'g'ri kelmadilar. Cho'raverish kerak uni ko'tarib. Baniyat shifo deb. Ya, уже слишком. Ma o'g'im bo'ladi bu o'g'larim, mojibalar. Ma nasib bo'lsa endi har kuni efir qilamiz jigarim. Men sizni topdim. To'kdan qilamiz. Men sizni topdim mana. Jigarlar, mojibalar bu o'g'larim. Uncha-munchaga qaraganda nima uchun ballamini yaxshi ko'radi? Nima uchun bu balla bunchalik ko'tarilib ketdi? Sezmisizlarmi? Dalboyob odamlar ko'tarila olmadi. Xalq mehrini qozongan, balla mehri ko'ngilga yo'l topgan, mahorati bor. PUBG'da mahorati bor, padda chiqgan ko'pchiligi. O'zidan o'zi mehr osmondan tushib qolmadi bu narsalar. Mehnat qilgan bu bola. Konkret mehnat qilgan. Qandini ursin. Nechasi? Bilgan biladi, bilmagan bilmaydi-da, nima dedingiz? Ana bu bir ikkitasi chiqdiki, manqurtlar otini aytdim-man. PUBG'lar, u PUBG'chilar bu dediki, qaradi PUBG'da katta pul topilyapti, shu TikTok puli xo'yna ekan. Ular shu narsani tushunib yetdi-da, o'zi. PUBG'da pizes katta pulni aqli qisib qoldi-yu, PUBG'chilar yomonlasha tushdi. Bu qilib PUBG yomonlar. Ha, PUBG'lar tashqi yosilish boshlar. PUBG'chilar bunday qo'tolni siltab tushirib yubordi uni. Bu to'g'riligi. PUBG'chilar, men bitta narsani guvoh bo'ldim, avval hazil emas. PUBG'da pizdiz katta, ves katta odamlar o'tirar ekan. Muncha ular. Konkretni ves katta odam. Ular ko'rganda assalomu alaykum akajon deb qo'lini olib qo'ydi. Hech nima gapirma, o'lib ketasan ha. Barbar biratan ham PUBG o'ynaydilar. Bilsangiz. Ha, aka men уже в курсе bida уже o'zidan o'zi bo'lmagan ekan. Barbar biratan o'ynashlarini. Keyin qarasam, YouTube kanallari ham bor ekan. YouTube'da stream ham qilarkanlar. Yo'q, dedim. Men nabligat qilaman-da. Bekordan bekor bunchalik PUBG'ni o'tib chiqib ketmagan ekan. 90% odam PUBG o'ynaydi. Chunki PUBG TikTokdan oldin paydo bo'lgan. Konkretno ola. Bu ham beriga. Shu diziz mana o telefonda olib kirib ketgandim, tualetga seks ko'rgan, baniga seks ko'rgani. Ha. Qilchalar tushib qopti-da. Ekranga yopishib qopti. O'rganda nechta urasiz? Bitta urganda bitta uraman. Yarim soatdan keyin bitta ovqat deb yana bitta urib yuboraman. Kam tez. Shunday. Kam mana tojiklar aytadi-ku, kam hurret, hamisha hurret dedi-ku. Kam yeng, hammasini yeysiz dedi-ku. Rejim jordi ekanda. Shunday. Kamida 3 ta bir aytadi. Biroz esa taklif qildirishim kerak. Ballabo tanishlabo biroz esa. Shunday qilaylik birimday. Kiraylik bizam bir aktyor bo'laylik. Ya'ni Jordini o'zi bor. Birimday juralar bizni ko'rganda, "Oh!" deb faxrlansin. Mana bizani orzuyimizni mana shu bola amalga oshirdi deb. Mana shu bola bizni qo'shimizda ko'rsa ham kiradda faqat bizni seksni yozib ko'raradi-da. Boshqasi nima qiziq ularga. Biroz esa olib ketgandan keyin o'da sharmanda qilib qo'ymizmi? Tez kanchat qilib qo'ymizmi aka? Ular soatlab siqishadi, bilasizmi? Ha. Soatlab siqishadi ular. Men ko'rganman-da. Ko'rgandan bo'shanib qo'ymang yana bular sharmanda qilib qo'ying. Bitta Viagra hammasini anonsini oladi. Azobini beradi hammani. Trenirovka ular ko'ra. Shu biroz esak bolalar ham nakachini hammasi immunitet ushida ular постоянно sport bilan shug'ullan qiladi. Bitta roligi uchun ular 1-2 oylab siqishmay yurdi, keyin bitta rolik qiladi. Bizda ham biz o'zimizni nakachini bo'lmasa ham atak pastda ham ogachat qildiramiz ertalabdan kechgacha. Polностью shu 2 ta 5 litrli suvni olib qo'yaman-da, shunday o'ynab o'tiraveraman-da, bunday tipa past qilib. O'z biz allabız. Bu narsa ham deylik yolg'on. Katta qilib ko'rgandan bo'shanib qo'yasizlar. Ya, bo'lishi mumkin emas. Mana ko'pchilik oila nima uchun buzilyapti hozir? Bitta qilib bo'shanib qo'yapti. O'zi kayf qilyapti, xotin kayf qila olmayapti. Bitta qilib bo'shanib qo'yapti. Bitta qilib bo'shanib qo'yapti. Abu, bular qo'tov bilan bunaqa.
U ham kayfmon, keladi bilan. YouTube'ga kirish kerak. Pizdet. Как заниматься сексом правильно deb yozsa shuncha instruksiyasi bor. Nima dedingiz? Xudo. Yoki bizga yozsa o'rgatamiz o'zimiz qanday nima qanaqa bo'ladi. Ana. Immunitet baquvvat bo'lishi uchun har kun sikishmirlar. Bir oyda 1-2 marta sikishadilar. Lekin dostoyni sikishadilar. Ko'ryapsizmi aka? Yig'ib nima dedi? Yo'q. Konkretni aka, bilan. Lekin o'zimda bo'lgan narsani aytaman, ancha yig'dim, 3 sekundda gancha taqvardim. Bu Ko'pam yig'varsa lekin seks unchalik nazariya olmaydi og'a. Seks ham san'at turi. Chiroyli bajarish kerak, chiroyli ijro etish kerak buni. Xotin ham kayf qilish kerak, er ham kayf qilish kerak. Bir de faqat bir taraf kayf qilsa ham xotin alamzada bo'lib qoladi. Xotin kerakli bo'lgan, o'ziga kerakli bo'lgan udovольствиeni ola olmaydi-da. Ana undan faqat bu maza qiladim deydi-da, to'g'rimi? Ha. Endi joniga degandan keyin davay deydi, eriga qarab, "Xuddi atirg'iz" deydi. Nima bu deydi? Bu ahvol deydi. Pirt qilib bo'sham qo'ya, pirt qilib bo'sham qo'ya. Men tegaman, aldinib deydi, eriga qarab. Bechora xotin ham nima dedi endi erini ko'nglini erini ko'nglini qoldirmaslik uchun deb o'tiradi-da. Atay oyog'i tiqsa ham. Oyog'i tiqsa ham cho'zib qilmadi bilan. Shunday. Erini xafa qilmaslik uchun ipimcha katta qilib qo'yaman. Voy. Shunaqada o'g'lar, bu haqiqat yig'latish kerak hozir birdan. Nari borsa o'sha kichini mana bu barmog'idan ozgina uzun bo'ladi. To'g'rimi? Ko'nglini qoldirmaydi-da, qara, erini duxini ko'taradi. Ipimcha katta. U ham xursand, o'zini sher tasavvur qiladi bular. Sir bo'lmasa bitta savolga to'g'ri javob bering. Dirachka emas, qachon oxirgi marta bitta qiz bilan pastellda bo'ldingiz? Men bittasini yaxshi ko'rganman, undan keyin boshqa bitta qiz sikkanman umrimda. Haqiqiy bitta sikkanman, undan keyin hech kim sikmagan odamlar oldida u bo'ldi-manu, lekin na samom deyli bittasini yaxshi ko'rganman, bittasini sikkanman. Undan ayrilganimdan keyin var dirash uraman. Qancha bo'ldi? Qasamyod qilganman. Qancha bo'ldi? 15 yillar ura o'tibdi, 15 yil bo'lib o'tdi. Sirdochi, bu o'tda zanglab ketdi-da Chingiz aka, unda bir topish kerak-da. Zanglab rezinlar chiqqan zotda, rezinlar chiqqan. Hamma narsa o'sha. Oh, baby deb. Unaqa narsa. Brothers, yashasin Brothers. Yashasin Brothers. Yashasin Jordi. Virtual olamdan qo'ymasin, nima dedingiz? Ha. Men aslida Jordi bilan Nina Eli fanatiman. Ha. Konkretni. O'tgan safar